Ha, nima bo'lyapti? Ha, ota. Bormi ora? Qo'qonlik tabib mahkamada javob beradigan bo'ldi. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra, xalq orasida tabiblik bilan shug'ullanib, Bionur sohibi sifatida tanilgan Iqbol Saliyevning faoliyati qonuniyligi o'rganilganida, xalq tabobati faoliyat turi bo'yicha soliq organlarida 2020-yilning avgustidan ro'yxatdan o'tgani, biroq O'zbekiston xalq tabobati assotsiatsiyasi tomonidan berilgan guvohnoma muddati 2024-yilning 21-dekabrida tugagani ma'lum bo'lgan. Unga nisbatan Qo'qon shahar Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudiga yuborilgan. Sud tomonidan 2025-yil 10-yanvar kuni Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 59-5-moddasi xalq tabobati to'g'risidagi qonunchilikni buzish birinchi qismi bilan 7,5 million so'm miqdorida jarima jazosi tayinlangan. Biroq Iqbol Saliyev takroran o'z faoliyatini davom ettirib, videolarni ijtimoiy tarmoqlarga joylab kelgani aniqlanib, joriy yil 27-noyabr kuni Qo'qon shahar Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 59-5-moddasining tegishli qismi bilan hujjatlar rasmiylashtirilib, sudga yuborilgan.